Spark mashinasiga Magigar 101 modelini qo'yib beryapmiz. Oldingi pultlardan mana. Pultlarimizni o'rnatib bo'ldik. Mashinamizni qulflaymiz. Mana o'yinlari. Bu pultimizda qulflash ochish birinchi knopkada, qulflaymiz, ochamiz. Birinchi knopkada zavod qilishimiz ikkini bosib tursak zavod bo'ladi. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. O'chirish knopkamizni bosib turamiz. Keyin bu pultda AUX kanalini ishlatib signal chalmoqchi bo'lsak, ikkinchi bilan, uchinchi bilan to'rtinchi knopkani bosib turamiz. Karnetida AUX yozuvi chiqqandan keyin ikkinchi knopkani qo'yamiz. Signal chaladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.